Assalomu alaykum, hurmatli gruppamiz a'zolari. Kechagina bitta klientimizga polni nabor qilib berdik. Shu kliyentimiz iftorlikka keling deb chaqirdilar. Avvalo hurmat va e'tibor uchun kattakon rahmat. Shu yasatilgan stolni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Qaranglar, stol juda ham chiroyli chiqqan. Mana qaranglar. Italyanskiy Moretti firmani bagemalari. Mana juda ham chiroyli fujerlari. Qo'shib yilkali dizayniga qaranglar, servirovkalarga. O'ylashimcha zo'r chiqqan. Keyin mana bu yerga biz Venetsiya firmasini bagemalarini yasatdik. Bitta saksda chaqi, ikkita shokolad, ikkita ho'l meva, bitta naborni o'zi polni yetgan 4 ta polkaga. Ikkinchisiga biz Royal firmasini servisini yasatdik. Bu yerda ikkita servis qo'yilgan. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli, oppoqqina, nejniy. Mana o'zimga juda yoqdi. Mana qaranglar. O'zi chiroyli turibdi. Hammasini bir-biriga moslab qo'yishga harakat qildim. Menimcha yomon chiqmagan deb o'ylayman. Sizlarning ham fikringlar men uchun juda ham muhim. Kommentariyalarda fikringlarni kutib qolaman. Sizlarga ham ma'qul keldi degan umiddaman.